Tabriklayman. Ishga qabul qilindingiz. Mana hujjatlaringiz. Rahmat. O'ynab turgan. Bo'ldi ham. Allo, hozir ham. Bo'ldi, bering meni, menga bering. Rahmat bolajonim. Ehtiyot bo'l. Tabriklayman. Siz yaxshi xodimsiz. Voy qizlar, va nihoyat ko'rishdik-a. Qizlar, menda bitta fikr bor. Kelinglar, har oy gap o'ynaymiz, ha? Bahonada diydor ko'rishamiz. Nima deysizlar? Davay o'ynaymiz. Mayli o'ynaymiz. Ha, rostdan ham. Kelmagan qizlarga ham aytinglar, kelishsin, qo'shilishsin, ko'pchilik bo'lamiz, xo'p? Mani qaynsinglim ham qo'shiladi. Mani ikkita qo'shnim ham qo'shiladi. O, ana odam ham ko'paydi, pul ham ko'proq bo'ladi-da. Unda gap birinchisini men olaman. O'zi necha puldan o'ynaymiz? 100 dan o'ynaymiz. Nima? 100 dan? 500 dan o'ynaymiz. Men boshqa gaplarimda 1000 dan o'ynayman. Sizlarga qaytsa 500 dan davommi? Yo'q, 500 dan emas. 100 normalni. Faqat oyi boshida bo'lsa, meni odligim oyi boshida yo'q. Yo'q, bo'ldi, 500 dan o'ynaymiz. O'zingizlarga yaxshi, krupniroq pul tushadi. Gap bahona diydor g'animatda, ha? Asal, sanchi? Men so'rab ko'raman qizlar. Ha, bo'pti, unda hamma uyda hal qilib, keyin menga telefon qilib обязательно aytinglar, xo'pmi? Bo'pti. Yaxshi borib o'tirib keldingmi? Ha, maza qilib o'tirdik qizlar bilan. Endi shunaqa bir oyda bir ko'rishadigan bo'ldik. Maylimi? Ha, mayli. Sen ham uy ishlari bilan charchaysan. Bir oyda bir chalib kelasan, mayli. Rahmat. Faqat shu ko'rishayotganimiz gap bo'lyapti. 500 dollardan o'ynarkanmiz. Nima? Nimalar deyapsan? O'zi ko'ryapsan, ro'zg'or bola chaqadan pul orttirish qiyin bo'lyapti. Unaqa bo'lsa qo'shilmaysan. To'g'ri. Voy. Qizlarga nima deb aytaman endi? Nima bahona qilarsam bo'lar ekan? Qanaqa bahona? Nima? Puling bo'lmasa ko'rishib bo'lmas ekanmi? Diydor faqat pul bilanmi? Rostdan ham. Nimaman bahona qidirishim kerak? O'zi hammada ham sharoit har xil ekan. Faqat oyi boshida bo'lsa, meni odligim oyi boshida yo'q. Yo'q, 500 dan emas. Tavba, rostdan ham diydor faqat pul bilan emas-ku. Onasi charchamadingmi? Yo'q, charchamadim. Unda imillanmasda, mana bularni ham yuvib qo'y. Bo'l tez. Xo'p, adasi. Assalomu alaykum adasi. Ishdan kelishingizga nima ovqat qilib qo'ying? Manti pishir. Borishimga tayyor bo'lsa. Xo'p, tushundim. Adasi? Mehmonga ketyapman, tez qaytaman. Nechida chiqasan? Nimaga? Nimaga? O'sha vaqtda uyda bo'lgan. Xo'p, tushundim. Assalomu alaykum adasi. Yaxshi keldingizmi? Ishda charchab qolmadingizmi? Charchadim. Ovqating tayyormi? Ha, tayyor. Kiravering. Onasi charchamadingmi? Yo'q, adasi. Ke qarashib o'raman. Bu nima deganingiz? O'zim qilaman. Shu gapingiz o'ziga rahmat. Bering qo'lingizdagini ham. Boringga shukr. Assalomu alaykum adasi. Ishdan kelishingizga nima ovqat qilib qo'ying? O'zing nima yeging kelyapti?
Menga farqi yo'q. Nima desangiz shuni qilaman. Ha, unda manti pishiraqa. Xo'p bo'ladi. Adasi, Ha? mehmonga ketyapman, tez qaytaman. Nechida chiqasan? Nimaga? O'sha yerda kutib tursang, seni o'zim olib ketaman. Voy, ovora bo'larkansiz-da. Xo'p, chiqishim bilan telefon qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum adasi. Yaxshi keldingizmi? Ishingizda charchab qolmadingizmi? Charchagan bo'lsam ham shunaqa kulib kutib olsang, charchoqlarim chiqib ketadi. O'zing charchamadingmi? Kun bo'yi ish bilan, bolalar bilan ovora bo'lib. Yo'q, adasi, charchaganim yo'q. Mana siz shunaqa gapingizni eshitsam, hamma charchog'im esimdan chiqadi. Kiring ovqatlanamiz. Boringga shukr. Bular svejimikan? Ha, bugungi sveji. Yaxshimisiz, singlim? Assalomu alaykum, keling. Charchamayapsizlarmi? Singlim, haligi yana bir iltimos bilan chiqqandim. Qarzga bir ikkita narsa berib tursangiz. Opa, amanku beraveraman. Lekin o'zingiz to'lashga qiynalib qolasiz. O'zi rosa qarz daftarda qarzingiz ko'payib ketgan. Mayli. Bir amallarman. Endi bolalarni qorni ochganda aldolmas ekansizda, o'shanga oldingizga yana chiqqandim. Farqi yo'q, opa, olavering. To'lashga qiynalib qolmasangiz bo'ldi. Mayli, rahmat. Bitta paket berasizmi? Mana singlim, shularni hisoblab qo'ysangiz bo'ladi. Bo'ldi, xo'p. Daftarga yozib qo'yarsiz, a? Bo'ldi, xo'p. Rahmat kattakon, umringizdan baraka toping. Rahmat. Yaxshi boring. Bu ayolni taniysizmi? Ha, mashta mahallada yashaydi. Bechara, ikkita bolasi bilan yosh beva qolib ketganda. Endi mahalla ham biz ham yordam berib turamiz. Lekin magazindan rosa ham qarzi ko'payib ketdi-da. Qarzlari qancha? Yozib qo'ygandim. Mana. Buni olib qo'ying. Ko'p o'tdi. Keyingi safar do'koningizga chiqqanlarida yana xohlagan narsalarini olursinlar, xo'p? Yana xabarlashamiz. Oldingizga kelib turaman. Biza qurbi yetadiganlar shunaqa savob ham qilib turishimiz kerak. Bizaga 10 baravar bo'lib qaytadi shunda. Rahmat. To'g'ri aytasiz.